Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tug'ilganlarida bedanani tuxumiday degan. Bedanani tuxumiday uzunchoq qizil simon chandiq bilan tug'ilgan ekanlar. İçida Muhammedur Rasululloh degan yozuq bor ekan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamni yoshlari katta bo'lishlari munosabati bilan haligi chandiq ham kattarib, Peygamber aleyhissalatu vesselam kiyim kiysalar, orqalaridan turtiproq turar ekan. Hazrat sahobalar aytadilar, Peygamberimizni orqalaridan tunda yursak, orqalaridan yurardik, Peygamberlik muhridan chiqayotgan yorug'liq yo'llarimizni yoritib turardi deydilar. Panarga o'xshab haligindan nur chiqib turar ekan. Ketida aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam terlasalar durdek oqar edi. Gaplarga qarang. Terlasalar durdek oppoq narsa tushar edi. Uning hidi misk hidlaridan xushbo'yroq edi.